ket! Ko'zimga ko'rinma, ket! Qonli oshiqlar. Harbiy xizmatdagi kuyov. U yorini sog'inib, kelinchakning maktubini intizorlik bilan kutadi. Ammo kutilmagan maktub uning taqdirini butunlay o'zgartirib yubordi. Maktubni kelinchak emas, boshqa birov yo'llagan edi. Kuyov ayriliq o'tida yonar ekan, yosh kelinchak esa tunlari xufiyona uchrashuvlarga chiqardi. Bu uchrashuvlarda uchinchi shaxs kim edi? Maktub ortida qanday haqiqat yashiringan? Kelinning sirli uchrashuvlari nimani anglatadi? Ba'zan bir maktub insonning nafaqat taqdirini, balki butun boshli hayotini o'zgartirib yuboradi. Tinglang va xulosa chiqaring. Aziz muxlislar, kanalimizning audio asarlar ruknini qo'llab-quvvatlang. Sizning berajak ko'magingiz audio asarlar zaxirasi tugamasligini va kunda siz uchun o'ziga xos tuhfalar hozirlashimizni ta'minlaydi. Bank plastik karta raqami 9860 1604 42 78 21 91. Kanalimizni va undagi audio asarlar ruknini qo'llab-quvvatlang. Habib Temirov, jurnalist xatosi. 11 bo'lim. Shunday qilib mening havaskor tergovchining qidiruvi boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Nazarimda men nimanidir hisobga olmayotgandek edim. O'sha nima go'yoki yonginamda turibdi-yu, men uni ko'rmayapman, sezmayapman. Hafsalam pir bo'ldi. Tergovchi oshnamning daldasi ham ko'nglimga tasalli bera olmasdi. Siz tushkunlikka tushmang, dedi u sirli kulib. Biror kun biror joydan kalavaning uchi chiqib qoladi. Hamonki bu sirning tagiga yetishga qasd qildingizmi? Yetishingiz kerak, dedi u. Siz o'zingizchi? O'zingiz bu ish bilan shug'ullanishni nega to'xtatib qo'ydingiz? So'radim men. To'xtatganim yo'q va ehtimolki yaqin orada bu ish bilan endi qattiq shug'ullanishga to'g'ri kelishi mumkin. Qanaqasiga? Shunaqasiga, siz Maqsuda Alimbekevani oxirgi marta qachon ko'rgan edingiz? So'radi tergovchi do'stim. O'sha sizning qabulingizga kelgan kun nima edi? Undan keyin biror marta xabarlashmadingizmi? So'radi u. Yo'q, u tomonga yo'lim tushmadi. Bir-ikki qo'ng'iroq qilgandim, telefoni buzuqmi, javob bermadi, dedim men. U yo'qolib qolgan, dedi u. Yo'q-e, qachon? Qanday qilib? 10 kuncha bo'lgan, ishdan bo'shab ketib boribdi. Yaqindagina mehnat ta'tilidan qaytgandi-ku, dedim men. Shunisi g'alati-da, ta'tildan so'ng ishga chiqib, 3 kundan so'ng bo'shatishlarini so'rab ariza bergan. Demak, ta'tildan so'ng o'tgan 3 kun mobaynida nimadir bo'lgan, dedim men. Ehtimol ta'til paytida bo'lgandir, dedi tergovchi. Men u Maqsuda so'roqdan keyin qo'rqib qochib ketmadimikan deya shubhalanayotgandir deb o'yladim. Yo'q, ta'til paytida nima bo'lishi mumkin? Men batafsil suhbatlashdim. Kayfiyati yaxshi edi. U so'roqdan keyin ham xotirjam edi. Aybi yo'qligiga ishonardi. Korxona xo'jayinining shilqimligidan bezor bo'lib, boshqa biror joyda ish izlab yurgandir. Ehtimol, har holda Maqsuda ketish haqidagi qaroriga birdan kelmagan. Men buni siz ham bilsangiz kerak deb o'ylagandim, dedi tergovchi. Tushunmadim. U ta'til paytida o'g'lini shahrimizdagi litsey internetga joylashtirgan ekan. Unaqa bo'lsa, o'zini ham shu yerda izlash kerak emasmi? dedim. Izlashyapti, hozircha topilgani yo'q. Topilib qolar balki, dedi tergovchi. Maqsudaning g'oyib bo'lishi bilan bog'liq taxminingizni aytmadingiz, dedim men. Bu taxmin xayoliy taxmin. Bilasizmi, u Rossiyaga erining qabrini ziyorat qilgani ketgan bo'lishi kerak. Sherbekning o'limi haqida nimalar ma'lum? So'radim men. Deyarli hech narsa. Novosibirsk shahridagi hibsxonadan shimoldagi boshqa bir koloniyaga jo'natilgan chog'da halokat va yong'in bo'lib vafot etgani aytiladi. Kuyib ketgan jasadlar o'sha yerdagi qabristonning egasiz qabrlar qismiga ko'milgan. Tamom, dedi tergovchi. Men o'ylanib qoldim.
Men cho'ponning xotini Musharraf bilan suhbatlashdim, dedim. Iye, qanday qilib topdingiz? So'radi tergovchi. Mirali topib berdi. Qiziq-ku. Xo'sh, nima deydi Musharraf? Aytarli hech narsa. Uning akasi haqida so'ramadingizmi? Dedi tergovchi. Qaysi akasi? Murodim Shodiyev, militsioner. Yo'q, so'ramabman, dedim men. Bo'lmasa yana bir uchrangda batafsil so'rab oling, dedi tergovchi. Mayli. Nazarimda tergovchi hamma gapni biladi-yu, meni ataylab yugurtirib yurganga o'xshardi. Bu menga malol kelar. O'zimning no'noqligimdan xafa bo'lib, alamlanib ketardim. Ertasiga yana Musharrafning oldiga bordim. Suhbatlashdik. 12-bo'lim. Shaharda bir o'zingiz qiynalmayapsizmi? So'radim men. Akamning oilasi, bolalari shu yerda, dedi Musharraf. Akangizning o'zichi? Akam vafot etgan. Kim bo'lgan u kishi? Ismi sharifi qanaqa edi? Militsioner edi. Murodim Shodiyev. Ajabo, buning ismi ham M harfidan boshlanar ekan, dedim o'zimga o'zim. Nima bo'lib vafot etgan? So'radim men. O'ldirib ketishgan. Qotil topilganmidi? Yo'q. Militsioner. Shoshmachi? Bu o'sha tanish militsioner-ku. Ismi nima edi-ya? U haqda hikoyada yozilgan edi-ku. Mirali, ya'ni raisning o'g'li Sherbek bilan yoqalashganda militsiya aralashgani. O'shanda Sherbek militsionerni ham do'pposlagani. Militsioner unga tahdid qilgani haqida lavha bor edi-ku. Akangizni o'ldirganlar topildimi? Topilmadi, dedi Musharraf. Musharraf, malol kelmasa aytingchi, qachon bo'lgan edi bu voqea va qayerda? 3 yil oldin shu yerda, shaharda bo'lgan. Akangiz shaharda ishlarmidi? Ha, ilgari ancha yil tumanimizda ishlagan. Shaharga kelganiga 3-4 yil bo'lib qolgandi. Ishi yaxshi edi, mayor bo'lgandi, dedi Musharraf. Qaysi sohada edi militsiyaning? Ya'ni GAIdami yoki boshqasida? Bilmadim. Kechasi yo'lda otib ketishgan. Tushunarli. O'g'rinimi, jinoyatchinimi ushlamoqchi bo'lgan bo'lsa, otib qochib ketganda, dedim men. Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Ilgari qishloqda, ya'ni Bo'kadagi o'zlaringning qishloqlaringda uchastkovoy bo'lganmi? Ha, dedi Musharraf. Cho'pon menga aytgan edi, o'sha kezlar Sherbek bilan uning orasida ham bir ziddiyat bo'lgan ekan. Xabaringiz bormi? Eshitgandim. Milisa bo'lgandan keyin bezorilar bilan kelishmaydi-da. O'sha Sherbek joyi jannatda bo'lsin-u, o'tganning urog'ini, ketganning ketmonini olib yurgan, dedi Musharraf. Akangizni ham kaltaklagan ekan. O'shanda akangiz seni baribir qamoqda chiritaman degan, dedim men. Desa degandir. Milisani urgan odam qamalish ham kerak aslida. Haliyam akam o'shanda mardlik qilib indamagan. Musharrafga sinchiklab qaradim. U bilinar bilinmas hayajonlanar edi. Nega? Qanaqadir sirni biladimi? Nega birinchi suhbatimizda men uning qalbiga chuqurroq razm sola olmadim? Darvoqe, uning cho'pon haqidagi gaplarini nega chuqurroq tahlil etmadim? Akangiz cho'pon bilan qanday munosabatda edi? So'radim men. Shunchaki ular do'st bo'lishmagan. Turmushimiz buzilganidan keyin ular deyarli ko'rishmasdilar. Musharraf shunday deb turib ko'zini olib qochdi. Yolg'on gapirayapti deb o'yladim. Eringiz bolalardan xabar olgani oxirgi marta qachon kelgan edi? So'radim men. Buni bilishning sizga nima keragi bor? Oilaning ichki ishiga aralashish yaxshi emas, dedi soxta kulib Musharraf. Har holda kelib turadi-ku, shunday emasmi? So'radim men. Albatta, dedi u. Demak, cho'pon oilasi bilan aloqasini uzmagan. Bu oddiy hol. Begona ayolni deb avvaliga ajrashsa-yu, keyin aloqani tiklagan bo'lsa, buning ajablanadigan joyi yo'q. Har holda Sherbek voqeasiga aloqador kishilardan 3 kishi marhum. Bunda bir bog'lanish yo'qmikan? deya o'yladim men. Musharraf bilan suhbatimiz nazarimda yana chala qoldi.
Mening xayolimni militsioner nega o'ldirilgan degan savol chulg'ab olgandi. Shu bois gapni kalta qilib xayr xo'shlashdim. Uyga keliboq tergovchiga qo'ng'iroq qildim. Murodim Shodiyevning Sherbek voqeasiga aloqasi bor deb gumon qilyapman, dedim men. Nimaga asosan? So'radi u. Ular tanish bo'lishgan, bu bir. Oralarida ziddiyat bo'lgan, bu ikki. Ikkalasi ham o'ldirilgan, bu uch. Sherbekni o'ldirilgan deb kim aytdi sizga? So'radi tergovchi. O'zingiz aytmaganmidingiz qamoqda o'ldirilgan deb? Yo'q, men sizga uni qamoqda o'lgan deb aytganman. Qanday o'lganligini esa endi batafsil surishtiryapman. Siz yaxshisi uyga keling, gaplashamiz. Tergovchi shunday deb go'shakni qo'ydi. Uning uyi yangi massivda, bizning mahallaga yaqin edi. 10 minutda yetib bordim. U Agata Kristining Nufret qasosi degan kitobini o'qib o'tirgan ekan. Men bu kitobni o'qimagandim. Siz ham bir o'qib chiqing, dedi tergovchi. Qiziq asar. Xo'sh, militsioner Shodiyevning qanaqa aloqasi bor ekan? So'radi u. U Sherbekdan kaltak yegach qasos olaman deb tahdid qilgan. Shu xolosmi? Shu, lekin menda Shodiyevning o'ldirilishi biz surishtirayotgan voqeaga aloqador degan gumon tug'ildi. Yashang, ana endi haqiqiy izquvarga o'xshab fikrlayapsiz. Men ham shunday fikrdaman, dedi tergovchi. Bilasizmi, siz shubhasiz zo'r tergovchisiz. Lekin hamma gapni bilasiz, u meni yosh boladek u yoqdan bu yoqqa choptirib, ustimdan kulayotganga o'xshaysiz, dedim. Tergovchi qah urib kuldi. Bu siz xafa bo'ldingizmi? Qo'ysangizchi. Shunchaki birinchi gal qilingan xatoni siz takrorlamang deyapman. Hammasini o'zingiz ko'rib, ishonch hosil qilishingizni istayapman. Axir jurnalist surishtiruvi tergovdan ham chuqurroq bo'lishi kerak. Shunday emasmi? Ha, shunday, dedim men. Yashang. Ana endi sizni hayratga soladigan yana bir taxminni aytaman. Murodim Shodiyevning qotili Sherbek bo'lishi mumkin. Sherbek? Qanday qilib? U o'lgan-ku. Mening taxminimcha, u tirik. Uni o'ldi deb ishni yopib yuborishgan. Aslida u zonadan qochgan. Zona ma'muriyati mas'uliyatdan qutulish uchun yong'inda kuyib ketgan murdalardan birini Sherbekniki deb ma'lumotnoma berib yuborgan. Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Dedim men. Mumkin. Eski tuzum sharoitida bundan battar holatlar ham ko'p uchrardi. Men Rossiyadagi axloq tuzatish muassasalari boshqarmasiga so'rovnoma yuborgandim. Tayinli javob ola olmadim. Kim o'z aybini oshkor qilishni istaydi deysiz? Buning ustiga ittifoq parchalangan kunlarda u tomonlarda it egasini tanimay qolgan kunlar ham bo'lgandi. Demak, Maqsuda uning qabrini ziyorat qilgani emas, o'zini ko'rgani ketgan. Shundaymi? Shunday bo'lish ham mumkin. Yoki Sherbek o'zi kelib qachondir tanib qolmasligi uchun uni o'ldirib yuborgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas, dedi tergovchi. Bundan chiqdi, militsioner Shodiyevni ham shuning uchun o'ldirganmikan? Taxminimcha u Sherbekni tanib qolgan. Qayerda? Demak, Sherbek shu atroflarda yurgan ekanda. Lekin Maqsudani o'ldirganiga men ishonmayman, dedim. Bunga haqqingiz bor. Umuman bular hammasi hali taxmin xolos. Darvoqe, men aslida bu gapni sizga aytishga haqqim yo'q. Hamonki biz hamkorlikda ishlayotgan ekanmiz. Men ertaga boshqa ish yuzasidan Bo'ka tumaniga ketyapman. O'sha tomonda hudud orqali giyohvand moddalar o'tkaziladigan joy bor ekan. Tumanda yashaydigan bir odam qo'lga tushgan. Sherbek emasmi? So'radim shoshib. Yo'q. Bir yo'la o'zimizning ish yuzasidan ham ba'zi narsalarni surishtirarsiz, dedim men. Albatta, agar Sherbek rostdan ham tirik bo'lsa, qishlog'iga biror bir daraga kelgan bo'lishi mumkin, dedi tergovchi. Menga ham biror topshiriq bering, dedim. Siz Mir'ala va Musharrafga ko'z quloq bo'lib turing. Chunki Sherbek voqeasiga aloqador kishilarning hammasi xavf ostida. Nahotki Sherbek ularni ham yo'q qiladi deb o'ylaysiz? Darvoqe, Maqsudaning yo'qolganiga qancha vaqt bo'ldi? 1 oy bo'ldi, lekin hali daraga chiqmadi. Demak, kelishdik. Shundaymi? dedi tergovchi. Ha, kelishdik, dedim men ham.
13 bo'lim. Dushanba kuni tahririyatga kelib, Miralining qo'li telefoniga qo'ng'iroq qildim. Javob bo'lmadi. Dafatan Musharrafning qo'lida ham uyali telefon ko'rganimni esladim. Nega o'shanda bunga e'tibor bermadim? Tijoratchilarning har ikkisidan birida bunaqa telefon ko'raverib, ko'nikib qolganim uchunmi? Nega raqamini so'ramadim? Aytarmidi? Zarurmidi menga? Ish bilan bo'lib kech kirganini ham sezmay qolibman. Kechqurun Miraliga yana qo'ng'iroq qildim. Javob berdi. Ovozi birinchi uchrashuvimizdagi kabi quvnoq, dadil emasdek tuyuldi. Ertaga tushda tandir kabob yegani kirmoqchiman. Agar yo'q demasangiz, dedim. Kelavering, dedi Mirali xushlamayroq. Yigitlarga tayinlab qo'yaman, dedi yana. Siz bo'lmaysizmi? So'radim men. Men ish bilan 1-2 kunga bir joyga o'tmoqchiman. Qachon qaytasiz? Balki kelganingizdan keyin kirarman. Unday bo'lsa ixtiyoringiz, dedi Mirali. Mayli, rahmat, dedim telefon go'shagini qo'ya turib. Xayr, yaxshi borib keling. Ertasiga tushlikni qurbon qilib, buyum bozoriga tushdim. Gazlama rastasiga bordim-u, Musharrafni topa olmadim. U matolarni yoyib o'tiradigan joy bo'sh edi. Yon atrofdagi gazlama furush ayollardan surishtira boshladim. Qariroq bir ayol uning kecha ham chiqmaganini aytdi. O'zi u gohi-gohida 2-3 kun kelmay qoladi, dedi keksa ayol. Qishlog'iga ketgandir, dedi yana. 2-3 kunlab savdo qilmay yursa, ish qanaqa o'zi uning? Deb so'radim o'smoqchilab. Daromadi yaxshimi? Yaxshi, dedi ayol negadir kulimsirab. Bizlarnikidan ortiq bo'lsa ortiq, lekin kam emas. Nimaning hisobiga? So'radim men. Ha, endi homiysi qo'llab tursa kerak-da, dedi ayol. Qanaqa homiy? Bir kelishgan jingalak sochli, mo'ylovdor yigit emasmi? Men Miralining qiyofasini tasvirladim. Bilmadim, dedi ayol. Demak, taxminim to'g'ri. Ular birga ketishgan. Ehtimol birga qochishgan. Agar giyohvand modda savdosiga aloqador bo'lishsa, tushlik vaqti tugamay ishga qaytishim kerak edi. Shoshildim. Baribir sal kechikdim. Bo'lim boshlig'imizdan tuzukkina dakki eshitdim. U Sherbek voqeasi bilan shug'ullanayotganimni bilar, shuning uchun uncha-muncha pragul qilsam kechirardi. Bugun toqati toq bo'lgan shekilli jerkib tashladi. Bo'ldi-da endi og'ayni, o'rgildim sizda his quvardan. Qo'lingizdan keladigan ishni qilsangiz bo'lmaydimi? Bu yoqda konstitutsiya kuni yaqinlashib qoldi. Birorta material tayyorlash kerak. Tayyorlaymiz, xotirjam bo'ling, dedim men va g'aladonimdan ertalab olib kelgan non va kolbasani chiqarib kavshashga tushdim. Mana bu xat sizga ekan, dedi u kulimsirab, xorij markasiga yopishtirilgan semiz konvert uzatib. Qayerdan kelganligi yozilmabdi. Har qalay, ehtiyot bo'ling. Ichiga yana bomba solib yuborgan bo'lmasin. Konvertni qo'lga oldim. Ustidagi yozuvi ham qiziq. Shaharning va gazetamiz tahririyati nomi yozilgan. Na indeksi, na ko'cha nomi va na manzil bor. Pochtachi tahririyatning manzilini bilgani uchun olib kelavergan bo'lsa kerak. Bu bir asarga o'xshaydi, semizligiga qaraganda, dedim. Ochaveraymi? Dedim yana. Ha, ochingchi, dedi bo'lim boshlig'imiz. Ochdim. Qalingina qo'l yozma ekan. To'g'rirog'i uzundan uzoq maktub edi bu. Oxirgi varag'idagi imzoni ko'rib, sapchib ketdim. Bu chindan ham bomba-ku, dedim. Bo'lim mudiri o'zini eshikka urdi. Hay-haylab qoldim. "Hov, shoshmang, boshqacha bomba, portlaydigan bomba emas", dedim izidan. "Kimdan ekan?" dedi u qaytib kirib. "Sherbekdan", dedim men. "Qanaqasiga? Axir u o'lgan emasmidi?" so'radi u. "Hamma gap shunda-da. Demak, o'lmagan ekan. Siz bilarmidingiz o'lmaganini?" "Ha, kuni kecha tergovchi bilan shunaqa taxmin qilgandik. Demak, o'qingchi bo'lmasa", dedi bo'lim mudiri. "Shoshmang, u meni tanimasdi-ku. Qanday qilib? Demak, ikkinchi taxminimiz ham to'g'ri chiqyapti. Aniqrog'i, mening taxminim, ya'ni Maqsuda ham o'lmagan. Maqsuda u bilan birga. Unga men haqimda Maqsuda gapirgan. Manzilni ham o'sha bergan. O'qimaysizmi tezroq?" dedi shoshilib bo'lim mudiri. Shu on uning xonasidagi telefon jiringladi-yu, shoshib chiqib ketdi.
Men esa hamon hayajonimni bosolmas, xatni asabiy holatda varaqlardim-u, fikri xayolimni bir joyga to'play olmasdim. Shu orada eshikda bosh muharrirning kotibasi ko'rindi. Sizni muharrir chaqiryapti, dedi. Xatni buklab cho'ntagimga solib, bosh muharrir qabuliga yo'l oldim. U qovog'ini solib kutib oldi. Bitta maqolani necha oy tayyorlash mumkin? Yo o'shani bahona qilib boshqa ishlar bilan shug'ullanib yuribsizmi? dedi. Yo'q, boshqa qanaqa ish bo'lishi mumkin, dedim men. Mana hozir yana prokuraturadan qo'ng'iroq qilishdi. Bo'ka tumaniga borishingizni so'rashyapti. Ha, demak, tergovchi chaqirtirgan. U o'sha yoqda-ku deb o'yladim men. Ammo nega bunaqa to'satdan chaqirdi ekan? Qachon borishim kerak ekan? So'radim men. Ertaga ertalab jo'nab keting. Ammo aytib qo'yay, bu oxirgi komandirovka bo'lsin. Aks holda prokuratura bersin oylikni. Tushunarlimi? Tushunarli, dedim men. Shunday qilib 15 yillik marhum Sherbekdan kelgan maktubni o'qishga tutindim. Darvoqe, bu Sherbek voqeasidagi maktublarning nechanchisi edi? 4-chisimi? Ha, 4-chisi va nazarimda oxirgisi bo'lsa kerak. Yana ham kim biladi deysiz? 14-bo'lim. Assalomu alaykum ijodkor do'stim. Shubhasiz agar Maqsudaning g'oyib bo'lgani va men bilan birga ekanini, umuman mening tirik ekanimni avvalroq bilmagan bo'lsangiz, ushbu xatni narigi dunyodan kelgan deb o'ylashingiz tabiiy. Ushbu xatni yozishga ancha ikkilandik. Maqsuda yozish kerak, u odam haqiqatni yuzaga chiqarishga yordam beradi deb ko'p qistadi. Men avvaliga unamadim. Chunki haqiqatning yuzaga chiqishiga, adolat qaror topishiga ishonmay qo'yganimga ancha bo'lgan. Zero meni, oilamni shu kuyga solganlarning o'zlari ham o'sha adolatni qaror toptirish kerak bo'lgan odamlar edi. Amalda ular teskarisini qilishdi. Ularning razilligi tufayli bir begunoh odam o'ldi. Yana bir gunohsiz odam qamalib ketdi. Bir mushtipar ayol qon yig'lab qoldi. Sarson, sargardon bo'ldi. Yana bir oila barham topib ketdi. Mayli, o'zimning dardu hasratim bilan sizning boshingizni og'ritib o'tirmayman. Sizga maktub yozishimdan asosiy maqsad adolatni yuzaga chiqarishda ko'maklashishingizni so'rash emas. Agar Xudo bor bo'lsa, dunyoda oliy haqiqat mavjud bo'lsa, bizning haqiqat ham bir kun emas bir kun yuzaga chiqar. Maqsadim boshqa. Maqsudaning aytishicha, Akbarning nomidan menga yozilgan va Maqsudaning nomidan Akbarga yozilgan xatlar sizning qo'lingizga tushgan ekan. O'sha xatlar tufayli siz bizning boshimizga tushgan kulfatlarning sababini aniqlash va bir kitob yozish harakatida yurgan ekansiz. Istardimki, kitobingizga yolg'on aralashmasin. Bilib bilmay do'stim Akbarning xotirasiga, Maqsudaning pokiza sha'niga dog' tushirib qo'ymang. Chunki o'sha xatlarning haqiqiy muallifini, o'sha noma'lum ablahni, nobakor va razil kimsani topa olishingizga ko'zim yetmaydi. Har holda haqiqatni qisman bo'lsa-da biling deb yozyapman ushbu maktubni. Men harbiy xizmatdan ta'til olib uyga qaytayotgan chog'imda Akbarning nomidan yozilgan xat cho'ntagimda edi. Men u xatni Akbar yozmaganligini bilar edim. Chunki Akbarga o'zimga ishongandan ko'ra ham ko'proq ishonar edim. Keliboq Akbarga xatni ko'rsatdim. Akbar esa menga o'ziga Maqsudaning nomidan yozilgan xatni ko'rsatdi. Keyin har ikkala xatni olib, men haqiqatning tagiga yetaman. Sen ko'nglingni xotirjam qilib, xizmatingga ketaver dedi. Qaytib ketishimdan bir kun oldin kechqurun Akbar bilan xayrlashdik. U tongda toqqa yaylovga ketish kerak ekan. Ertasiga men yana xizmatga jo'nab ketdim. Oradan bir necha kun o'tgach meni harbiy qismda hibsga olishdi. Tergovda menga ko'z ko'rib quloq eshitmagan aybni qo'yishdi. Go'yo men o'sha kuni xizmatga ketishdan oldin yaylovga Akbarning izidan boribman u uni pichoqlabman. Ashyoviy dalil sifatida men Akbarga sovg'a qilib olib borgan fin xanjarini ko'rsatishdi. Unda mening barmoq izlarim bor ekan. Albatta bo'ladi-da. Axir men uni atigi 2 kun oldin uyda Akbarga bergan edim-ku. Demak, Akbar yaylovga ketgan chog'da xanjar yonida bo'lgan. Ehtimol u o'zini himoyalash uchun xanjarni ishlatmoqchi ham bo'lgandir. Ammo qanday qilib uni o'z xanjari bilan chavaqlashganiga aqlim yetmasdi.
Xullas men dahshatli tuhmatga qoldim. O'zimni himoya qila olmadim. Hamma dalillar menga qarshi edi. Menga 15 yil berishdi. Men qotil o'sha xatlarni yozib, Akbarga va Maqsudaga tuhmat qilgan odam ekanini bilar edim. Tergovda xatlarning bittasi, ya'ni birinchisi haqida gap bordi. Ikkinchisi yo'qolgan ekan shekilli. Izlashmadi. Endi bilsam o'shanda ikkinchi xatni siz yaxshi biladigan telba yigit cho'pon yashirib qolgan ekan. Nima maqsadda bilmadim. Darvoqe uning Maqsudaga oshiq bo'lib xatlar yozib yurganini yaqinda eshitdim. Eshitdim-u, dafatan tuhmatchi va qotil o'shaning o'zi degan xayolga bordim. Maqsudaning aytishicha, u tergovda shubhadan xoli bo'lib chiqibdi. Bu balki to'g'ridir. Chunki aslida mening ham gumonim boshqa odamdan edi. Bu odam mayli. Gumonimni aytib sizni chalg'itmay turay. Agar men yanglishgan bo'lsam, yana bir begunoh odam tuhmatga qolmasin. Darvoqe, mening o'limim va tirilishim siri ham sizni qiziqtirsa kerak. Voqea mana bunday bo'lgan edi. Navbatdagi etaplardan birida bizning koloniyadan 30 ga yaqin mahbusni uzoq shimoldagi bir shaharga jo'natishdi. Poyezdda, panjaralari mustahkam vagonda ketdik. Keyingi vagon yonilg'i sisternasi edi. Yo'lda poyezd halokatga uchrab, yonilg'i sisternasi portladi. Vagonimiz yonib, soqchilar ham, mahbuslarning aksariyati kuyib ketdi. Men va yana bir no'g'ay yigit omon qolib, o'rmonga yashirindik. U yog'ini aytib o'tirmayin. Har qalay men zonaga qaytib bormadim. O'liklar ro'yxatiga yozib yuborishganini taxminan bilardim. Tom ma'noda tirilish, ya'ni boshqa hujjat olish juda qiyin bo'ldi. Yillar davomida yashirinib yurishga, tog'li ovullarda kishilar eshigida quldek ishlashga to'g'ri keldi. Nihoyat baxtli bir tasodif bo'lib, tirik odamga aylandim. Endi nomim ham, ming afsuski, hujjat bo'yicha millatim ham boshqa. Shubhasizki, vaqti kelib qachondir men chin ma'noda tirilishim, o'z nomimni, sha'nimni tiklashim, tug'ilib o'sgan ona yurtimga qaytishim mumkin edi. Ammo buning uchun ushbu chigal noxush voqealarga aniqlik kiritilishi, haq o'rniga qaror topishi, haqiqiy aybdorlar jazosini olmog'i kerak. Siz shu ishga bel bog'lab, haqiqatni yuzaga chiqarasiz deb ishonaman. Iltimosim shuki, tekshiruv va surishtiruvlaringiz natijasini kitob qilishdan oldin gazetada yozsangiz. O'shanda men bundan xabardor bo'lardim va yashirinib yurishdan xalos bo'lib yurtga qaytar edim. Sizga omad tilab, hurmat bilan, Sherbek. G'aroyib maktub. Men uni takror va takror o'qidim. Konvertning ustiga qo'yilgan muhrga qaraganda, u Rossiyaning markaziy shaharlaridan biridan jo'natilgan. Lekin bu Sherbek aynan o'sha shaharda yashab yuribdi degan ma'noni anglatishi qiyin. Chunki u o'zi Sibirmi, uzoq sharqmi, biror joyda turib, boshqa shaharga ketayotgan kishidan xatni o'sha yerdagi pochta qutisiga tashlashni iltimos qilgan bo'lishi ham mumkin. Yana ham kim bilsin? U balki boshqa bir davlatda yurgan bo'lishi ham mumkin. Darvoqe, konvert ustidagi tasvirda Boltiqbo'yi mamlakatining tarixiy yodgorligi aks etgan. Riga shahridagi qadimiy qal'a. Ammo Latviyadan chiqqan konvert faqat o'sha yerda sotilmaydi-ku. Qayerda bo'lsa ham unga omonlik va sabot tiladim. Irodasiga qoyil qoldim. Shuncha yil gunohsizligi isbotlanishini kutib yuribdi. Maqsudaga bo'lgan muhabbatini avaylab asrabdi. Maqsudachi, u Sherbekning tirik ekanini avvalroqdan bilganmi? Bilgani uchun unga sadoqat va sabr bilan yashab qolganmi? Qishloqdan chiqib ketib, boshqa viloyatdagi shaharda yashab yurganining boisi ham shundamikan? Maktub eski tasavvurlarimni parchalab tashlash bilan birgalikda ko'pdan ko'p yangi savollar tug'dirdi. Hammasidan muhimi, eng asosiy savol endi qat'iy bo'lib ko'ndalang turardi. Bu qora qilmishning ijodkori kim bo'ldi ekan? Ko'nglimda tergovchining shoshilinch chaqirig'i ana shu savolga biror bir oydinlik kiritadi degan ilinj paydo qildi va erta tongda Bo'ka tumaniga umid, xavotir va hayajon og'ushida jo'nab ketdim. Aziz muxlislar, bizni qo'llab-quvvatlayotgan qadrlilar, ushbu asar yanada ko'proq insonlarga yetib borishi uchun like bosishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni
yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Zero sizning oz bo'lsa-da e'tiboringiz biz uchun muhim. YouTube algoritmi sizning harakatlaringiz sabab ushbu audio asarlarni yanada ko'proq kitobxonlarga tarqatadi. Ishonamizki, bizni albatta har doimgidek qo'llab-quvvatlaysizlar. E'tiboringiz uchun tashakkur.